Beyler. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar Hasanboy Ibrohimovning YouTube kanalidasizlar. Farg'ona viloyatining Shahmardon qishlog'ida bir kun dam olish necha pulga tushadi va ushbu Shahmardon qishlog'ida nimalar bor? Qanday o'zgarishlar bor? Bugun sizlarga YouTube kanalimda mana shu haqida qisqacha ko'rsatuv namoyish etaman. Videoga like bosing, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, O'zbekiston musulmonlar idorasi Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Hazrat Ali jome masjidi. Shahmardon qishlog'idagi birinchi masjid. Balkim ikkinchidir. Xullas, bugungi videomizdagi birinchi masjid. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Shahmardon qishlog'iga Farg'onadan 50 ming so'mga, ya'ni Farg'ona shahridan 50 ming so'mga taksida keldik. Bir kishi. Postlardan o'tib olish uchun kamida 1-2 soatmikin vaqtimiz ketdi. ID pasport, qizil pasport ta o'tsangiz bo'lar ekan. Xullas shunaqa gaplar. Ma'lumot o'rnida yana bitta narsani aytib o'taman. Shohmardonliklarning ko'p aholisi mana bunaqangi eshik tagida qishki meva mahsulotlarini sotishar ekan. Nok, olma. Hozir akamiz ham sizdanmi aka? Salom, sizdanmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Videoga olyapman, maylimi? Reportaj tayyorlayotgandik. Olma sizdanmi? Olma mevalar? O'zingiz yetishtirasizmi? O'zingiz dehqonchilik. Nech puldan sotyapsiz? 10 ming. Foyda yaxshimi? Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Yaxshilab olyapsizlarmi? Rahmat. Xo'p, Shahmardonning mana eski ko'chalaridan do'stlar. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rsatuvimiz davom etadi. Muhammad akam. Muhammad akam mana hozir oldimizda tosh turibdi, katta tosh, og'irlik jihatdan ham juda ham katta. Shu haqida bir ma'lumot berilasizmi? Men eshitganman, bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri buni bilmayman, lekin mana shu katta xarsang tosh og'irligi juda ham katta, haqiqatan ham, odamdan ham katta hajmi. Buni Shohmardonga kelib ko'rganlar yaxshi biladi. Eshitishimga qaraganda 98-yili kuchli sel kelgan. Mana shu sel kelishi mobaynida mana shu tosh mana shu yerga yumalanib kelib qolgan degan gapni eshitganman. Endi bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri aniq ma'lumotim yo'q. Buni balki bilganlar kommentariyada o'zlari aniq fikrlarini yozib qo'ysa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bilganlar kommentariyada yozib keting. Yana bir qiziq jihati, mana kamerani nari tarafga ko'rsatingda. Mana shu yerda, aynan Shohmardonning mana shu nuqtasidan oq suv bilan ko'k suv tutashib, bir-biriga qorishib ketadi. Aynan mana shu jihati ham Shahmardonda bir o'ziga yarasha odamlar e'tiborini tortadigan jarayon bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bu yoqdan oq suv, nari yoqdan mana ko'k suv oqyapti. Bundan ham bilinib turibdi. Oq suv keladi, nari yoqdan ko'k suv. Ikkalasi bir bo'lib, yana katta soy bo'lib o'tib ketadi. Va yana bir ma'lumot, ko'rinadimi yo'qmi bu kadrda, 200 metr nariyoqda Shohmardon bor. Shohmardonning masjidi bor. Yo'q, hozir oldim kadrini o'sha. Ana shu masjidda, mana shu kadrda ko'rinib turgan masjidda mana shu sel kelgan paytda sel olmagan. Sel olmagan deyshadi. Ya'ni butun qishloqni sel olgan, mana shu suv masjidga kelganda ikki yonga ajralib, yana yo'lida davom etgan degan gaplarni ham eshitganman. Bu ham bir Xudoning mo'jizasi. Shahmardonning mo'jazgina bozorchalari do'stlar. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa bor ekan. Bu tomonda kiyim-kechakdan tortib, oziq-ovqat, tozalik mahsulotlari, mana ayollarimiz uchun kiyimlar ham bor ekan. Yosh bolalarga kiyimlar ham bor ekan do'stlar. Hormel. Paypoqlar. Hormel. Qachon chiqadi?
Kayfiyat somsa ekan do'stlar. Nech pul bu? Jupi 20 ming. Jupi 20 ming so'm ekan Go'sht do'stlar. Go'shtni o'zida ekan. Endi yopishar ekan. Yo'q. Ikkinchi tandirda bu. Ikkinchidan. Qanchada pishadi? Yarim soat. Yarim soatlarda qaytamiz unda aka. Rahmat. Boshqa somsaxonasi. Xo'p, do'stlar. Hormanglar. Qancha ko'li qubbon nimalarga chiqish? 4 kishi bo'lsak, misol, video olyapman-da, YouTube kanalim bor, o'shalarga tanishtirmoqchiman. Ko'li qubbonga 10 ming so'm. Archizorga 25 ming so'm. Rahmat. Shahmardonga kelganlar aniq shunaqa joylarda menimcha rasmga tushgan bo'lsa kerak. Siz ham tushganmisiz? Kommentariyada yozib keting. Optim bozorcha ham bor ekan do'stlar. Hamma yo'q mana qopda. Qishki kanzillar. Jumlalar. Ayollarimiz. Bular nech pul ekan opa? 150? 150 ming so'm. Shahmardonga kelganlar yana bitta zo'r joyni bilishadi bular. Eskalator. Hozir ishlamayapti ekan do'stlar. Qulflab qo'yishibdi. Men yozdagi kadrni ham ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Bu esa Shohmardonning konsertlar bo'ladigan joyi do'stlar. Siz bu yerga biror marta konsert ko'rganmisiz yoki dorbozlar o'yinini ko'rganmisizlar? Shahmardondagi mana shu zinadiga chiqishdan oldin niyat qilib sanab, keyin yana qaytib tushsa, o'sha sanog'i bir xil chiqsa, niyati amalga oshadi deyshadi do'stlar. Rostdan ham shunaqami? Kelinglar bir sanab ko'ramiz. Ketdik-a unda. Mana o'sha eskalator. Mana shunday chiqilgan tevaga. Va nihoyat do'stlar chiqdik, lekin sanoqlarda adashib ketdik. To'g'risi charchatib yuborar ekan bu zinapoya. Mana Chiqdik. Hasan akaning sababi Hasan aka bilan yo'lda dam oldik. 20 marta dam oldik. Qor yo'q lekin Shohmardondagi bozorchalar bo'sh holatda do'stlar. Yozda mana shu rastalarda odamlar turli xil narsalarni sotishgan. Hozir bo'lsa pustoy. Assalomu alaykum. Hazrati Ali Shohimardon ziyoratgohi do'stlar. Xo'p, Shohmardondagi muzeyga kiryapmiz do'stlar. Hozir ko'rsatgan joyim. Do'stlar, sizlar ko'rib turgan muzeydagi mana bu teshik tosh Hazrati Alidan qolgan teshik tosh ekan. Kasal odamlar kelib mana shu teshikka boshini tiqib niyat qilishgan ekan, kasallari forig' bo'lib, yaxshi bo'lib ketishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham shu narsa ishonarlimi? O'zi hayotda bo'ladimi? Kommentariyada yozib keting. Hamza Hakimzodaga tegishliklari bor. Bundan tashqari mana bu 50-yillardagi ayollarning paranjilari, mana bu chimmatlari oddiy yolidan. Eng tarixiy eksponatlaringiz bormi bu yerda? Tarixiy eksponatlarimiz ham. Eng tarixiysi, eng tarixiy. Mana qadimgi oyoq kiyimlar 19-asrga tegishli. Do'stlar, mana 19-asrga tegishli oyoq kiyimlar ekan do'stlar. Taxtadan yasalgan-a bu? Zo'r. Tog' toshga moslashtirilgan kiyilgan. Hamza Hakimzoda 1889-yili Qo'qon shahrida Hakim tabib oilasida tug'iladi.
Bu bizga kelgunicha 1928-yili kirib kelgan. Yo'ldosh Shohim Boboyev olib kelib batga tashlab ketgandan keyin batda ko'p ishlarni qilgan, xalqqa yon bosgan. O'sha vaqtida paranji 25-yildan boshlab 28-yilga tashlash bo'lgan. Buni sababi ayol erkaklarni ajratib olish bo'lgan, yuzlarini ochib. Kim tomonidan buyruq bo'lgan? Bu Sovet hukumati tomonidan paranji tashlash buyruq bo'lgan. Bunda nima tasvirlanyapti? Bu Bunda o'qib yotibdi. birinchi tashlagan ayol Nurxon bo'lib, Nurxon akasi tomonidan paranji tashlagan vaqtida so'yib tashlangan vaqt. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning kuyovlari Hazrati Alining maqbaralarida do'stlar. Shohmardonda ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Hazrati Alining qayerga dafn etilganligi 7 ta joyga aytilgan. Ulardan qaysi birida haqiqiy dafn etilganligini faqatgina Xudoning o'zi biladi. Lekin ko'pchilik Shohmardondagi maqbarani rostdan ham mana shu yerga dafn etilgan deb ko'pchilik fikr bildirishadi. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentariyada yozib keting. Shohmardondagi sayohatimiz davom etadi do'stlar. Biz Ko'li-Qubbonga chiqish maqsadida hozir Shohmardon ichidagi yana bitta postdan o'tib Qirg'iziston hududiga kirdik. Ya'ni Ko'li-Qubbon Qirg'iziston hududida. Xo'p, Ko'li-Qubbonga piyoda emas, mashinada emas, mana bunaqangi paqirchalarda hozir ko'rsataman. Chiqilar ekan do'stlar. Polnislarga obzor qilib, narxlari qancha, nech pul o'zi ko'rsatib beraman. Xo'p, Ko'li-Qubbonga mana shunaqangi paqirchalar orqali chiqilar ekan. Mana hozir chiqamiz. Do'stlar, 50 ming so'mga Ko'li-Qubbonni ko'rish uchun mana shunaqangi paqirchaga chiqdim do'stlar. Sanaymiz, qani qancha daqiqada tevaga chiqaman do'stlar. Ko'rib turasizlar. Lekin zo'r ob-havo. Tevada qor bor deyishyapti. 2026-yil 3-yanvar sanasida aytib o'tay, shuni ham Shohmardonga qor ko'rgani keldik, lekin Shohmardonni pastida qor yo'q ekan, shuning uchun tevaga chiqyapmiz do'stlar. Do'stlar, suvni qaranglar, tozaligini. Tog'dan sizib chiqayotgan suv bo'lsa kerak do'stlar bu. Suv chiqyapti ekan do'stlar. Atayin atrofini mana to'rtburchak qilib cho'miladigan joyga tayyorlashyapti shekilli. O'zimni fikrim. Bir yarim kilometrlik masofaga ega bo'lgan paqirchaga chiqqanmiz. 20 minutda chiqiladi, 20 minutda qaytiladi deyishyapti. Ko'ramiz qani rostdan ham shunaqami. Siz ushbu kanatga chiqqanmisiz? Kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Yozda chiqqanman oxirgi marta 2025-yil, hozir 2026-yil. Toshni kattaligini qaranglar do'stlar. Tevasida echkini haykali ham bor ekan. Xuddi haqiqiyga o'xshar ekan. Zo'ri, vau, haqiqiy bir atmosfera, bir boshqacha joyga tushib qolgan deyman. Zo'ri. Boshlayveramizmi? Qumursqadek ko'ryapti odamlar. 20 daqiqalik paqirchani vaqtimiz ketdi. 20 daqiqalik paqirchadan keyin biz nihoyat Ko'li-Qubbonga yetib keldik. Qurbon ko'l. Xalq tilida Ko'li-Qubbon, Ko'k-Qurbon, Ko'li-Qubbon.
O'sha mashhur ko'l Qubbonni hozirgi holati do'stlar. Ayni paytda men Shahmardondagi ko'l Qubbondaman. Yozda bu joy rosa ham moviy suvga to'la bo'ladi. Ishonmaysizmi? Menda yozdagi kadrlar bor, hozir ko'rsataman do'stlar. Oldin mana bu kadrlarni ko'rib olinglar. Mana shu joylargacha suv to'la bo'lgan. Shaxsan o'zim rosa aylanganman. Qayiqlarda. Hop, birinchi ko'l Qubbonni ichida yuribman do'stlar. Hozir obtu chiqqanligi uchun mana bu yerdagi qorlar eriyapti do'stlar. Yozda mana shu qayiqlar ishlaydi. Mana shu ko'llarda sayohatlar qildirishadi. Mana ko'felar bor ekan bu yerda. Hot-doglar bor ekan do'stlar. Ko'l Qubbon namozxonasi do'stlar. Yozda mana shu joylarda kadrlar qilaman. Yozda mana shu sol deydimi, solda mana shu ko'lda aylangan edik. Hozir bo'lsa ushbu ko'l muzlagan. Muzni o'rtasida akamiz kankidan maza qilib uchyapti. Ko'lni tevasida turibmiz do'stlar. Ko'l Qubbon, Shahmardondagi Ko'l Qubbonni tevasidamiz do'stlar. Muzlagan ko'l, hamma tevasida mana saniqlarda mazza qilib uchib yurishibdi. Shohmardon qishlog'iga qishda borgan yaxshimi yoki yozda? Videoni oxirigacha ko'ring, aytib beraman. Xullas, qishda borsangiz chegara postlaridan 1 yoki 2 soatda o'tarkansiz, yozda bo'lsa kamida 5 soatda o'tarkansiz. Yo'l kira narxlari qishda ham yozda ham hozircha bir xil. Farg'onadan kishi boshiga 50 ming so'mga kelarkansiz. Qishda borsangiz yotoq joylar ozgina sovuq, yozda o'ylamasdan Liboy gostinitsani olaverarkansiz. O'sha mashhur Ko'l Qubbon bo'lsa qishda muzlagan, qor bilan qoplangan, yozda bo'lsa ko'm-ko'k, salqin, bemalol kemalarda aylanarkansiz. Kanatkalarda kelish narxi ham o'sha 50 ming so'm. Xullas, yozda kelsangiz havo salqin, mazza, qishda bo'lsa qor yog'ishiga qarab kelishni tavsiya qilaman. Siz Shohmardonga qaysi faslda kelgansiz? Kommentariyada yozib keting. Videoni esa yaqinlarga yuborib qo'ying.